febril talvasa xurujlari bu tana harorati oshganda bo'ladigan talvasa xurujlari hisoblanadi va bu kasallik emas. Bu tana harorati ma'lum bir gradusga yetganda bo'ladigan organizmga javob reaksiyasi hisoblanadi. Bunaqa holatda hech qachon sudurga qarshi dori, antiepileptik dorilar berilishi kerak emas. Bu isbotlangan tibbiyotda ham, evidence basedda ham yozilgan, qayta aytiladigan jarayon hisoblanadi. Ya'ni bir marta, ikki marta sudurgi bo'ldi, shu isitma holatida bolada hech qanaqa asoratlar, shikoyatlar qoldirmagan bo'lsa, hech qachon ham qilish shart emas, antiepileptik dorilarni berish ham shart emas. Lekin bolada ma'lum bir asoratlar qoldirsa, ya'ni bolada harakat buzilishi yoki aqliy nutqiy tomonlama orqada qolish, orqaga ketish va shunga o'xshash ko'plab asoratlar yuzaga chiqarsagina bolani avval tekshirib ko'rib, maxsus emlating tekshiruvlardan o'tkazilib, bolani jonli ko'rik o'tkazilib, ko'rilib, shunga qarab turib keyin xulosa qilinishi kerak. Agar bu narsa balki febril talvasa emasdir, balki febril talvasadir va shunga qarab turib davo qilinadi. Lekin hech qachon haqiqiy febril talvasa uchun antiepileptik dorilar berilmaydi.